Alloh taologa maqtovlar hamdu sanolar bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga salovat salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Kela yoshlarga Alloh taolo baxtli, saodatli hayot bersin. Hozir bu taom tayyor bo'lguncha jamoatga bir ikki og'iz so'z aytishimiz kerak ekan. Juda chiroyli dasturxon ustida, taom ustida jamlangandan keyin faqat dunyoviy so'zni gapirib qaytib ketsak, yana bu nima bo'lmay qoladi. Alloh subhanahu va taolo insonlarni yaratganda oyat karimada aytayaptiki: "Va ma xalaqatul jinna val insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin va ma uridu an yut'imun. Innalloha huvar razzaqu zul quwwatil matin." Jinlarni ham, insonlarni ham faqatgina o'zimga ibodat qilishlik uchungina yaratdim deyapti. Ma xalaqatul jinna val insa illa liya'budun. Faqat ibodat uchun yaratdim deyapti Alloh taolo. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Ular biz sinalmaymiz deb o'ylayaptimi degan ma'noda oyat kalima tushirdi Alloh taolo. Dunyoni Alloh taolo sinovga qo'ygan ekan. Qanday qilib sinashligini Alloh taoloning o'zi biladi. Har xil yo'llar bilan, har xil holatlar bilan, boy odamni boylik bilan, faqir miskin odamni faqirlik bilan, kimi musofirlik bilan, kimi esa yaqinlarini yo'qotishlik bilan Alloh taolo Qur'oni Karimda aytayaptiki: "Va lanabluwannakum." Siz albatta sizlarni biz vaqtlarimiz sinaymiz. Bi shay'in minal xawfi, qo'rquv bilan sinaymiz, val ju'i, ochlik bilan sinaymiz, va naqsin minal amwali val anfusi was samarat, mol-mulklar kamaytirib qo'yib sinaymiz, yaqinlaringlarni olib qo'yib sinaymiz. Va bashir as-sabirin, shu sinovlarga sabr qiladiganlarga bashorat bering degan oyat kalima tushdi. Qur'oni Karimga e'tibor bersangiz, qisosu man qablana, bizdan avvalgilarning qissalari bor. Ahkamu fima baynana, oralarimizdagi ahkomlarimiz bor. Kelajakdagi bo'ladigan hayotdagi bashoratlar yoki do'zax bo'lsin, ogohlantirishlar bor. Mana shu Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo faqosusil qasas dedi. Ularga tarixda bo'lib o'tgan qissalarni aytib bering dedi. Ya'ni Alloh taolo aytdiki: "Nahnu naqussu alayka ahsanal qasas." Qissalarni eng go'zalini biz aytib beramiz. Bu Yusuf surasi va Qur'onning boshqa qissalari ham chiroyli qissalar. Baqara surasida Alloh subhanahu va taolo bir necha qissalarni keltirdi. Shularning orasida: "Va laqad alimtumul ladina atadaw minkum fis-sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in faj'alnaha nakalan lima bayna yadayha wa ma khalfaha wa maw'izatan lil-muttaqin." Dar haqiqat shanba kuni sinalganlarni sizlar bildinglar deyapti Alloh taolo. Har xil bu mana hozir bilasizlar, yahudiylar, nasroniylar, musulmonlar samoviy din, lekin hozirgi haq din islom dini. Yahudiy dini o'zining davrida haq bo'lgan, nasroniy dini o'zining davrida haq bo'lgan. Nasroniylarga Alloh subhanahu va taolo bozor kunini berdi dam olish qilib. Yahudiylarga Alloh taolo shanba kunini berdi dam olishlik qilib. Bugungacha shanba kuni dam oladilar. Mo'min musulmonlarga sayyidul ayyom qilib, kunlarni afzali qilib, hafta kunlarini eng ulug' juma kunini berdi. Shuni boshqa ummatlar ham kutgan ekan, shu kuni dam olish, shu kuni bizning bayramimiz bo'lsa edi deb, lekin juma kunini Alloh taolo mo'min musulmonlarga berdi. Ana endi shanba kuni Alloh taolo aytdiki yahudiylarga, o'sha bir Ilot degan bir qishloqchasi bor ekan, dengizni bo'yida, sohilda yashaydigan qishloqda shanba kuni dam olinglar dedi. Shanba kuni dam olinglarki, baliq ham tutmanglar dedi. Shanba kuni dam olinglar, ish qilmanglar, boshqa narsalar qilmanglar, shuni orasida baliq ham tutmanglar dedi. Boshqa kunlar tutarasizlar dedi. Bu endi sinov. Oyatning boshida aytganimizdek, sinovni Alloh taolo qanday qiladi? Alloh subhanahu va taolo o'zi biladi. Mana Baqara surasida Alloh taolo Tolut va Jolutning qissasini keltiradi. Qissada odam boshida juda ko'pchilik ergashib, va nihoyasiga yetganda oxirgi sinov qilganda ancha odam ozayib qolgan bo'ladi. Shunda Alloh subhanahu va taolo oyat karimada aytdiki: "Illa man iqtarafa ghurfatan bi yadihi." Juda cho'l ichida yurdinglar, chanqab qoldinglar, qiylandinglar. Hozir ya'nilardan bir zilol suvlar, tiniq muzdek suvlar chiqadi. Shu suvdan ichmanglar dedi Alloh taolo. Bu sinov ekanda. Mayli illa man iqtarafa ghurfatan bi yadihi degan bir hovuch osilda og'ziga bir solib qaytarib chiqarsin dedi. Lekin mana shu joyda oxirgi sinovgacha chidagan odam oxirgacha chidamasdan 314 tagina odam o'tgan ekan. Qancha 100 ming odamdan 314 dona odam sinovdan o'tgan ekan.
Xuddi shuni singari Alloh taolo bu kishilarni sinadiki, shanba kuni baliq tutmanglar deydi. İztatihim deyapti Alloh oyat karimada, shu shanba kuni yawma sabtihim degan, shanba kuni shu ra'am degani baliqlari to'ldir bo'lib keladi deyapti. Dengizni bo'yida baliqlar irg'ib turar ekan. Ko'payib turar ekan, bir-biriga ko'pligidan tegib ketib turar ekan. Dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba, juma, bozor kuni shunaqa emas ekan. Baliqlar ketib qolar ekan. Mana olimlarimiz aytadiki, Alloh taolo insonni sinamoqchi bo'lsa, shu sinalish kerak bo'lgan narsalarga ham ilhom berib qo'yadi deydi. Bu yerda baliq bilan sinalyapti, baliqlarga ilhom berilyapti. Shu shanba kuni kelib turasizlar deydi. Baliqlar shanba kuni kelyapti. Haftaning 6 kunida kelmayapti. Faqatgina shanba kuni kelyapti. Yahudiylardan ba'zilar chiqdiki, bittasi, ikkitasi doim buzg'unchilik kichkina bo'lib boshlanadi. O'rmonga o't ketish, uy-jo'pdan boshlanadi, qimor o'ynash tuxumdan boshlanadi. Sigaret ham sekin yarimtadan boshlanadi deganda, ikkitasi chiqib, juma kuni kechqurun qayrimog'ini tashab qo'yib, bozor kuni balig'ini tutib kirib ketibdi. Bitta ikkitasi, odamlar qaytarmadilar. Qolganlari ham ergashishdi, boshladi, to'g'ri tashab qo'yishdi. Bular nima qilyapti desa, hurmatli jamoat, bular xudoni aldayapti. Hozirgi zamonimizda ham ko'p Alloh bilan o'ynashadigan, Alloh taolani aldaydigan odamlar hozirgi zamonimizda ham ko'p yo'q emas. La'annahum degan oyatda Alloh taolo. Keyin ularning ichida solihlari chiqdi. Hamma zamonda ham solih odamlar bor. Solihlari aytdiki, sizlar dedi, noto'g'ri ish qilyapsizlar. Alloh taolo qaytargan. Bizni dinimiz qaytargan. Shanba kuni baliq tutmashimiz kerak dedi. Biz shanba kuni tutmayapmiz dedi. Biz juma kuni to'g'ri tashlab qo'yapmiz. Bozor kuni olyapmiz. Shanba kuni tutmayapmiz dedi. Maqsad nima desa, maqsad shanba o'zi aslida. Lekin ular aytdiki, yo'q biz shanba tutmaymiz dedi. Hali chal deb qo'yadi, shunaqa narsalar tashab qo'yishadi. Shunaqa to'g'ri tashab qo'yishadi deganda juma kuni, bozor kuni oladi. O'rtada bir qavm chiqdi, Alloh taolo oyatda aytayaptiki, Allohu muhlikuhum. Bular kelib yaxshilari bergilarga nasihat qildi. Noto'g'ri qilyapsizlar. Alloh taolo aytgan teskarisini qilyapsizlar dedi. Nargilar aytdiki, yo'q dedi. Biz dedi baliqni shanba tutmayapmiz dedi. O'rtada bir qavm aytdiki, nima qilasizlar, bularga nasihat qilib, baribir bular Alloh taolo muhlikuhum degan, Alloh bularni halokatga olib ketadi. Nasihat qilib nima qilasizlar, tek qo'yaveringlar dedi. Tarixda bugungacha shunday ekanda, yaxshi odamlar bo'ladi, yomon odamlar bo'ladi. O'sha nasihat qiladigan, nasihat olmaydigan, o'rtada nasihat qilib nima qilasan, baribir foydasi yo'q deydiganlar ham bo'ladi ekan. Shu uchalasi shu shanba kuni sinalganlarga kelyapti. Va muhim, ular bir joyda yashaydi. Bani Isroildan kelgan qissalar Isroiliyat deb qo'yadi bizda. Yana shu Isroiliyatda aytiladiki, solihlar devor uradigan nargilar o'rtasida. Ular aytganini qilmaydi, quloq solmaydi, bularga halokat kelsa, bizga ham kelib qolishi mumkin. Shunga o'rtadan devor urib to'sib olaylik, o'zimiz tarafda alohida yashaylik deb devor urishadigan-da, ertalabda xabar qo'yishar ekan bir-biridan. Yana bir kun ertalab xabar olsa, hech kim yo'q, ovoz yo'q, jim, ovozlar eshitilmayapti, boshqa bo'lmayapti. Bir devorni narigi tarafini qaranglarchi, nima bo'ldi ekan deb. Devorni tarafni qarasa, ancha eshiklar ochilgan o'rtada. Shu eshiklar qilinganidan kirib chiqqan, lekin ular devorni narigida. Qarasa 70 mingta maymun yurgan ekan. Alloh oyatda aytayaptiki, biz ularni bir necha joylarda biz ularni maymunga aylantirib qo'ydik deyapti. Alloh taolo bilan o'ynashganligi uchun. Va laqad alimtumul ladina atadaw minkum fis-sabti faqulna lahum kunu qirada. Qirada degan maymun degan. Keyin haligi eshiklar ochildi, devorlardan o'tdi. Qavm qarindoshi bor, ichida boshqasi bor, kelib yaqinlarning yoniga turishadi. Bular ularga gapirsa tushunmaydi, ular esa gapira olmaydi. Maymun odamga gapira olmaydi. Ular bizlarga aytuvdik-ku dedi. Ibn Abbos aytadiki, Alloh taolo bularni 3 kundan keyin boyagi 70 mingta maymunni hammasini jonini olib qo'ydi deydi. Tafsir olim odam 3 kundan keyin deydi, bularning hammasini joni olingan. Nimaga desa, Alloh taolo bir qavmni bir narsaga aylantirib qo'ysa, ulardan zurriyat chiqarmar ekan. Shu o'zlariga balo keldimi, o'zlari o'ladigan shu bo'yicha. Mana shunday bo'lib, ular nima bo'ldi? Nihoyasiga yetdi. Mo'min bo'lib, musulmon bo'lib, Xudoning aytganini qilganlar omon qoldi. Aytganiga ayni teskari chiqqanlar maymun bo'ldi. Indamaganlari haqida Qur'onda ham Alloh indamadi. Ular haqida qissa rivoyat kelmagan. Shuning uchun biz jamoatga eslatib aytamizki, hurmatli jamoat,
Sinovni shu ba'zi bir odamlar keladi, sinfga jim kirib olgan, opacham o'qishdan qiynalib boshqa bo'lyapti, hech o'ziga kelmayapti. Bu Xudoning sinovi ekanda. Biror kasalroq bo'ladi, biror sahar bo'ladi, yana bir balo, har xil kasalliklar bo'ladi, shol bo'ladi, oyog'i sinadi, qo'li sinadi, bir ahvol bo'ladi-da, bu sinov, buni Alloh taolo o'zi biladi qanday sinash. Lekin harom bilan sinalayotgan odam ehtiyot bo'lsin. Yo'q, men shu haromni qilib keta olaman deydigan odamlar bo'lsa, ular nima bo'lsin? Ehtiyot bo'lsin. Ularni aylantirib qo'ydi, bo'ldi, sshu qissa bo'yicha qolib ketdi degan ma'no emas. Alloh taolo hammasini ustiga qodirda, shunga o'xshab qolishligi mumkin degan. Mana shularning yana biri Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam allazi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam dedilar. Namozlarimizda kuzatilib qoladi-da, imom samiyallohu liman hamida deb rukudan yoki sajdadan Allohu akbar deb qaytayotganda imomdan oldin harakat qiladigan odamlar bor. Ya'ni imom nima qilyapti desa, armiyada hali xuddi komanda berib turganda singari jamoatga imom boshchi. Allohu akbar deganda jamoat ham Allohu akbar deb orqasidan ketish kerak, oldidan emas. Ayyuhawilallohu ra'sahu ra'sa hibarin dedilar. Imomdan oldin harakat qilayotganda Alloh taolo boshini eshakni boshiga aylantirib qo'yishdan ehtiyot bo'lsin dedilar. Shuna bir olimlarimiz aytgan ekanki, haqiqatan biz hayotda ko'rdik, hissan, ya'ni his qilishni degani ushlasa issiq sog'ligini biladigan odam yo ko'rsa shunaqa ekan deb tushunadigan odamni biz haqiqatan hayotda ko'rdik, boshi eshakka aylanib qo'ygan odamlarni ko'rdik deydi. Hamma jamoatda ham kuzatilib qoladigan, qarasangiz, doim imomdan oldin yuradigan odamlar bor. Hamma jamoatda bor. Shu imomdan oldin borib, imomdan oldin kelib turadi. Imom Allohu akbar desa, u bitirib qo'ygan bo'ladi. Mana shiyalarni ko'rsanglar, mana domla duoyimiz ahli sunnada barqaror qilgin deyaptilar. Bu shiyalarni ko'rsangiz, shiyalarda to'liqli imomdan oldin harakat qilishadi. Imom keyin harakat qilar ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, Alloh taolo imomdan oldin harakat qilganda boshini eshakni boshiga o'xshatib qo'yishdan Xudo saqlasin, imomdan oldin harakat qilmaylar dedilar. O'zi so'zimizning oyasida aytamizki, insonning ichida xulq-atvorlar bo'ladi, xarakterlar bo'ladi. Ilonni jincha xarakteri bo'ladi odamda. Bo'rini xarakteri bo'ladi, tulkiniki bo'ladi, sherdagi bo'ladi. Mana oyatda kelyapti, maymun yoki eshak deb shunday narsalar odamda ancha-muncha bo'lib qoladi ekan. Shuni yaxshi xulq-atvorlar bizda bo'lishini harakatda bo'lishimiz kerak ekan. O'zimiz ham Xudo saqlasin, bu yerga kishlar o'tirib, xotinlar hamma ilonga o'xshatib o'tiramiz-ku. Ha buni zahar bor, bunaqasi bor, bunaqasi bor deb. Shuni Alloh taolo oyatda aytganini qilmaganlardan maymunga aylanib qolishini yoki imomdan oldin harakat qilganda boshini eshakni boshiga aylanib qolishligi haqida ogohlantiruv hadislari kelyapti. Alloh subhanahu va taolo shu qisqa bo'lgan hayotimizdagi sinovlarimizni o'zi yengil qilsin. Ertaga Allohning huzuriga borganimizda yorug' yuz bilan Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning yonlariga borib shafaat so'rayotganimizda chiroyli yuzlar bilan ya Rasululloh biz siz ummatingizdik, biz shafaat qiling deb borishlikni Alloh taolo hammalarimizga nasib qilsin. Ikkala yoshlarga Alloh taolo baxtli, saodatli hayot bersin. Va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin. Allohumma robbana nas'aluka al-'afwa wal-'afiyata fid dunya wal-akhirah. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين.